Assalomu alaykum. Biz hozir kartoshka maydonidamiz. Ushbu loyiha 2024-yil Xalq banki hamkorligida Uch tumani Guliston MFya 34-53-sonli kontur maydonda amalga oshirib kelinmoqda. Bu maydonga kartoshka ekilgan. Ushbu maydonni umumiy maydoni 10 gektardan iborat. Ekinlar hozirgi kunda zamonaviy usullarda parvarishlanmoqda. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida ekinlarni sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 40 ta dehqon xo'jaligiga bo'lib berilgan. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Abdumalik fermer xo'jaligiga biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligiga 25 sotixdan berilgan. Ushbu loyiha bo'yicha kelajakda gektaridan 40-45 tonnadan hosil olish rejalashtirilgan. Jami ushbu loyihadan 450 tonna hosil yig'ishtirib olish rejalashtirilmoqda. Kelajakda ushbu dehqon xo'jaliklariga yana qo'shimcha yerlar ajratib beriladi hamda shu kartoshka hosilini rivojlantirish uchun loyihalar bo'lib taqsimlab beriladi.